Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Django Web Framework'ida oddiy kalkulyator yaratishni ko'rib o'tamiz. Ushbu dasturni biz Visual Studio Code dasturi yordamida amalga oshiramiz. Birinchi o'rinda avval sizda Python dasturlash tili o'rnatilgan bo'lishi kerak va undan tashqari keyin bizga o'sha VS Code'ning o'zining terminalidan foydalanamiz. Birinchi o'rinda Python o'rnatilganligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Masalan, Python buyrug'i yordamida Enter'da bossak, bizda Python muhitiga kirdi. Muhitdan chiqib ketamiz. Bizda o'rnatilgan ekan. Keyin qiladigan ishimiz pip install pipeenv deb tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bu paketlar menejeri virtual muhitni yaratuvchi pipeenv o'rnatilgan bo'lishi kerak. Menda o'rnatilgan. Endi qiladigan ishimiz o'rnatilgan bo'lsa cd birorta disk papkani ichiga kirib olamiz muhit ichiga. Misol tariqasida menda baza nomli papka bor. Ichiga kiramiz. Buni ichida oynani kengaytirishimiz mumkin. Make dir yangi papka ochamiz. Make dir masalan Django loyiha nomli bitta papka yaratamiz. Shu papkani ichiga yana kirib olamiz. Buning uchun cd to'liq yozmasdan turib tab tugmasini bosganimizda ham o'z nomini chiqarib beradi. Muhit ichiga kirdik. Endi qiladigan ishimiz pipeenv install shu papkani ichiga faqatgina o'sha Django xonasini o'rnatib olamiz. O'rnatildi. Endi muhit ishga tushirish uchun pipeenv shell buyrug'ini kiritamiz. Virtual muhit ishga tushdi. Keyingi ishimiz endi Django loyihasini yaratamiz. Django admin start project loyiha nomini config deb nomlayman. Configuration so'zining qisqartmasi va joy tashlagan holatda bitta nuqta belgisini qo'yamiz. Ya'ni bu o'sha papka ichida papka hosil bo'lmasligini oldini oladi. ls komandasi yordamida tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bizda mana manage.py asosiy Python fayl hosil bo'ldi va config nomli papka bor. Endi bitta app dasturini yaratib qo'shamiz. Ya'ni Python manage.py faylini yozamizda buni ichiga start app va app nomimiz bu tariqasida kalkulyator deb nomlaylik. Ya'ni ls bilan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana kalkulyator nomli bitta papka ham hosil bo'ldi. Endi bu oynani pastga tushirib turamiz hozircha. To'liq yopmasdan turib, endi fayl bo'limini bosamizda open folder tanlaydigan bo'lsak, keyin o'sha bazani ichiga kiramiz. Bazani ichida Django loyihani ochib olamiz. Papkani ochganimizdan keyin ko'rib turganimizdek mana kalkulyator papkasi hosil bo'lgan, config papkasi ham hosil bo'lgan. Configning ichida birinchi settings fayl ichiga kiramiz. Buni ichidan pastga tushadigan bo'lsak, install apps degan joyi bor. Endi Djangoning barcha o'rnatilgan o'zining kutubxon applari keltirilgan. Biz sizlar bilan o'sha kalkulyator nomli app yaratdik. Shuni kiritib qo'yishimiz kerak. Yangi Django tanish uchun. Saqlab olaman. Saqlaganimizdan keyin urls.py kiramiz. Buni ichida spacedan keyin include app nomi ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek bo'sh qator bu asosiy sahifaga kiritganda o'sha mana bu appni ishlatgan. App ichida urls degan fayldi. Endi mana kalkulyator ichida views, ya'ni bizga saytimizda ko'rinadigan qismi bor. Ushbu faylni quyidagi kodni kiritishimiz kerak. Masalan, from
HTTP response. Buni ichiga bitta funksiya hosil qilamiz. Misol qilib funksiya nomi homepage view deb nomlaydigan bo'lsak, yes. Mana request bir argumentda qilyapmiz. Istalgan tom qo'yishingiz mumkin. Unga return keyin boshlanishiga hozircha oddiy hello world degan matn chiqarib tursin veb sahifada. Masalan, hello world degan matn chiqaramiz, saqlaymiz. Keyingi ishimiz bizda buni ichida urls degan bitta Python fayl kerak. Buning uchun faylni bosib, new file tanlaymizda Python fayl tanlaymiz. Bir saqlab olamiz. Ya'ni kalkulyator ichida urls deb nomlab enterni bossak, saqlandi. Buni ichiga quyidagi kodni kiritishimiz kerak. From django.urls import ps. Endi modul chaqirib olamiz. .views ichida biz views ichida homepage view nomli funksiya yaratdik. Bunda url patterns o'zgaruvchi yaratamiz. Buni ichiga ps asosiy sahifada nimani ishga tushirsin? Ya'ni views ichida homepage viewni ishga tushirsin. Name barobar home deb nom beramiz. Buni saqlab qo'yamiz. Endi keyin bir ishga tushirib ko'rishimiz mumkin. Yana terminal ochamiz. Terminal yopilib qolgan ekan, yana virtual ishga tushirishimizga to'g'ri kelyapti. Pipe shell deymiz. Virtual ishga tushgandan keyin Python tab tugmasini bossak fayl yozadi. Muhit ishga tushirish uchun run server buyrug'idan foydalanamiz. Ko'rib turganingizdek, o'sha havolani ko'rsatdi. Endi shu havolaga kiradigan bo'lsak, hello world degan matn chiqdi. Endi bizga kalkulyator hisoblash kerak. Ya'ni views ichiga kiramiz. Views ichiga kirib, mana bu yerga quyida o'zgartirish kiritishimiz kerak. Misol tariqasida masalan a teng 14, b teng 7 deymizda. Natija degan o'zgarish yaratadi. Bu satrli ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni a plus b barobar a plus b. Buni yozuv o'lchamini tekshirib ko'rish uchun mana font tagidan foydalanamiz. Size barobar 7. Yana pastga tushamiz. Shu natija plus barobar f a minus b barobar a minus b. Va mana boshidan br tegini qo'ysak, o'sha joy tashlash uchun kerak edi bizga. Pastga tushamizda mana bu qatorni to'lig'icha shunday nusxa olib, ikkita qo'ysak, mana bu yerga ko'paytirish, bunisi bo'lish, mana bu minus o'rniga yuzga, bunisiga esa bo'lim belgisi. Mana bu hello world o'rniga ham natija deb qo'yamiz. Biz endi to'g'ri Python kodlarini ham foydalansak bo'ladi. Masalan, from mask kutubxonasining import masalan factorial nomli funksiyasini ishlatishimiz ham mumkin. Ya'ni natijani ichiga mana bu yerdan undov belgisini qo'yamiz. A faktorial barobar buni ichida faktorial a deymiz. Shuni o'zini to'liq yana nusxa olamizda pastga tushib faktorial b keyingisi. Va oxirida font tagini yopishimiz kerak. Saqlaymiz. Mana bu yerda bir yangilaganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, barcha hisob-kitoblar amalga oshirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.